Tayinlayotgan patsientlarimga bugun kichkina maslahat bermoqchiman. Nafaqat patsientlarimga, balki butun o'sha homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan, eko jarayoniga tayyorgarlik ko'rayotgan ayollarga kichkina maslahat bermoqchiman. Nima uchun? Oxirgi vaqtlar ko'p patsientlar berayotgan savol, homilani matqiga qo'yganingizdan keyin 3 oy qimilami yotishim kerak ekan, bo'lmasam homilam chiqib qolishi mumkin ekan. Shunaqa gaplarni eshityapman. Shundan xavotirdaman degan savolga bugun javob beraman. Tashqaridagi har xil noto'g'ri fikrlarni eshitib, o'zingizni chalg'itmang. Homilani bachadonga o'tkazilgandan keyin 48 soat dam olishingiz sizga yetadi. Keyin o'sha normal hayotga qaytishingiz mumkin. Nima uchun? Uzoq vaqt yotish mumkin emas. Agar siz qancha vaqt harakatsiz, uzoq vaqt yotsangiz, organizm tez charchaydi va qon aylanishida ham o'zgarishlar kuzatiladi. Ya'ni qon ivishi tezlashadi. Esingizdan chiqarmang, ko'p harakat organizmda qon aylanishini yaxshilaydi, kayfiyatingiz ko'tarinki bo'ladi va o'sha homiladorligi erta sroklarida ko'p ayollar o'sha bachadonni qisqarishi, ya'ni tonus kuchliligidan o'sha og'riq his qiladi. Bachadon tonusi, ya'ni qisqarishi kamayadi. Qon aylanishi yaxshi bo'lsa, homila bachadonga yaxshi birikadi.